Assalomu alaykum hurmatli bobo dehqonlar. Mana bugun nasib bo'lsa sabzi ekotyapmiz. Kartoshkadan bo'shagan maydonimizga. Mana sabzi urug'larimiz. Bugungi chizamiz 2026-yil 8-iyun kuni. Mana sabzi ekish jarayonlari. Pushtamizni 1 metrga oldik. Gektariga 10 kilo sabzi urug' ketar ekan. Mana sabzi ekish jarayonlari. Sabzi bizni navi Mushtum Rizai degan navdan oldik. Barcha dehqon ishlariga omad, Alloh baraka bersin, sog' salomat bo'linglar. Bundan keyingi jarayonlarni ham ko'rsatib tashlab boramiz. Yetadigan ishlarimizni, yetadigan dehqonchiliklarimizni.